Siz ishlatayotgan internet aslida okeanlarning tagidan kelayotganligini bilarmidingiz? Agar video qiziq bo'lsa, videoga like bostiring. Men sizga hozir shuni tushuntirib beraman. Oddiy shu videoni siz Instagramda tomosha qilayotgan paytingizda aslida bu video fayl Amerikadagi serverlarda saqlangan bo'ladi. Amerikadan toki sizni telefoningizgacha yetib kelgungacha o'rtada Atlantika okeani tagidan yotqizib kelingan internet kabellar orqali keladi. Internet kabellari Yevropaga keladi, undan keyin Rossiyaga, Qozog'iston, O'zbekistonga kiradi. O'zbekistonga kirgandan keyin esa hammamiz bilgan tashkilotlar, poliklinika, maktablarning tomiga o'rnatilgan antennalar bor, Ucell, Beeline shularniki. Va mana shu yergacha kabellar orqali keladi internet. Undan keyin esa mana shu antennalar yordamida 4G yoki 5G radio to'lqiniga o'girilib, bizni telefonimizga uzatiladi. Hammamiz internetda kabellar orqali ishlatar ekanmiz. Unda nimaga sun'iy yo'ldoshlarni chiqarilgan deyishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldoshlarning ham o'zini vazifasi bor. Masalan, internet kabellari va 4G, 5G aloqa antennalari yetib bormaydigan nuqtalar bor. Masalan, okeanlarning o'rtasi, orollar, o'rmonlar yoki bo'lmasam juda ham katta tog' tizmalari bor. U yerga umuman kabellarni yetib borishi umuman iloji yo'q va radio to'lqinlarni ham yetkazish iloji yo'q. Mana shunaqangi joylarda sun'iy yo'ldoshlarni antennasidan foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari, agar Xudo ko'rsatmasin, yer yuzida qanaqadir notinchlik bo'ladigan bo'lsa, bu kabellarga qanaqadir zarar yetadigan bo'lsa, internet aloqasi butun dunyoda uziladi zanjiri va mana shunaqangi paytda sun'iy yo'ldoshlar orqali internetni qayta tiklasa ham bo'ladi. Texnologiya va IT sohasi agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana sahifamga obuna bo'ling. Bizda bunaqa ma'lumotlar hali juda ko'p.